degan. Ayam vasiyatxonni hurmat qilgan barcha mehmonlar xush kelsin. Qadamlarga xizmat, kelganlarga rozi bo'linglar. Avvalrosi katta rahmat. Muhammad Sodiq uka, salam, shu yerdamisiz? Meni gapim eshityaptimi? 2007 bolalar qizlari nega ularga atlet tariqasida eng yaxshi ko'rgan va takroriy aytib keladiganimni jiyanimga atab aytib beraman. Rozimisizlar? Marjon ona Salim nomidan. Mamnun degan she'rlar qolib qiyildim sizga. Majnun qalbim shoxlaridek deyildim sizga. Umid bilan o'sgan uyim taxtidan kechib, yor bilan ketmoqdaman eshigingizga. Bunchaligim bilan ko'rdi sizga kamolim, fikrim, zahrim topdi otam. Yor sizga borim. Faqat yolg'iz o'tinchim borlik sıkmang zinhor. Gar uyimda o'lsin so'ngra sizga uvolim. Muhammad Sodiq Marjona sizga omonat, sizga ishondik. O'ksizsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bizni kuyov payg'ambarlar siylati deydi. Albatta o'g'limizning nomidan ham atvet bor. Nega endi jamona mahliyo bo'ldim senga? G'unchalarning burilib parvo qilmading menga. Mush yurakni mudratgan muzdek so'zing-ku. Men uchun majnun etgan o'sha shahlo ko'zing-ku. To'lganni qayerdan bilasan? Onamni olgim. Olmay qo'yyapti-da meniki. Kuydiraman ko'zini. El kishining gapidan qaytarolmas ekan. Yo, so'zimga ishonmading, mana bo'ldim-ku kuyov. Tanjonlaring sog' bo'lsin, kelganlarga rozi bo'linglar. Hammalaringga katta rahmat so'z bergan uchun sizga. Sizga lekin alohida qo'shib. Biz gurbalaringiz Katta rahmat. Mana shunday ajoyib she'riy tabriklar bilan so'zga chiqqan hamma joyimizga bitta guldiroz olqishlarga qo'llaringiz bo'sh bo'lsa. Qo'llaringizlar bo'lmasa, chapak chalganlarda xonadonda erta tongdan bulbullar sayrab bo'lsa, chapak chalmaganlarda xonadonida kun bo'yi tarakanlar yayrab yursin deydi. Aziz onajonimiz talablarga bilan yaxshi taronlar. Davramiz sizlarniki. Mana kelyapti. Jigarlar qo'shiq. Shuhrat bo'ladi. Marhamat, xolajonlar, amajonlar,